True crime'ga, ya'ni jinoyat hikoyalariga qiziqish. Nima uchun biz bunday hikoyalarni eshitishni xush ko'ramiz? Bu o'limga mahliyo bo'lish yoki o'ldirishni istash degani emas. Bu juda keng tarqalgan stereotip. Siz ham bu haqida gapirganda, ba'zilar sizga bezovta nigoh bilan qaraganini sezgan bo'lsangiz kerak. Bugun sizlar bilan nima uchun true crime hikoyalarini tomosha qilishni sevish haqidagi 3 ta asosiy sababni aytib o'taman. Birinchisi psixologik qiziqish va tergov sarguzashtlari. True crime ko'pchilikni xuddi detektiv hikoyalarini va thrillerlarni qanday jalb qilsa, shunday o'ziga tortadi. Bu jinoyatlarni chuqur tahlil qilish, jinoyatlarning motivlarini tushunishga urinish va adliya tizimini qanday ishlashini bilishga intilish. Bu jinoyatchilarga mehr qo'yish emas, balkim tizim va inson ruhiyatiga qiziqishdir. Ikkinchisi o'zini himoya qilish hissi. Ayniqsa ayollar bu hikoyalardan saboq olishadi. Jinoyatchilar qanday yolg'on gapirishadi, qanday tuzoq qo'yishadi, shularni ko'rib, hayotda ehtiyot bo'lishni o'rganishadi. Bu o'zini ichki jihatdan tayyor qilish, xavfni oldindan ko'rishga urinish. Uchinchisi jinoyatchilarning ichki olami. Boshqalardan farqli o'laroq, true crime ishqibozlari u qanday qilib bunday odamga aylandi degan savolni berishadi. Ularni o'ldirish emas, sabab qiziqtiradi. Bu inson psixologiyasini tushunishga bo'lgan qiziqishdir. Xulosa shuki, jinoyat hikoyalariga qiziqish bu xatarli emas. Bu inson ruhiyati, xavfsizlik va haqiqatni bilishga bo'lgan qiziqish. Agar siz ham shunday o'ylasangiz, like bosing va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.